Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, bobo dehqonlarim. Bugun men kommentariyada berilgan savollarga hammalaringga iloji boricha javob berishga harakat qilaman. O'shaning uchun har qancha savollaring, gaplaring bo'lsa, kommentariyaga bersalaring. Bitta mavzu bo'ladi o'zimga ham, ham nimaga boshqalarga ham. Qo'y nima qilgan bilan quruq gap bilan bo'lmaydi. O'shaning uchun aytib o'taman. Mana ko'chatni qay vaqtda nima qilsak bo'ladi deb savol beryapsiz. Mana ko'chatlarni qilib qo'yganman. Bu kartoshkadan keyin ekamiz. Buni hozir suv berganim yo'q. 1-iyunda kartoshkani olamiz tashqaridagilarda. Ana o'shandan keyin bunga bir 3-4 kundan keyin suv berishni boshlayman. Mana hozirgacha nimjon bo'lib turibdi. Hozir agar bunga suv berib yuborsam, g'ovlab ketadi. Shuning uchun suv bermaymiz. Ertaga suv beramanda tayyorlaymiz. O'zi mana bugun nima 10-may. Xudo xolasa 20 kundan keyin o'zini tiklab oladi, olib chiqib tashqariga nima qilamiz? Ekamiz. O'sha paytda yana video olaman. Qanday qilib nima qilishni ko'rsatib o'taman. Hozircha ko'chat mana shu. Bir xillar so'rayapti, nima qilsak, urug' eksak bo'laveradimi? Yo'q, endi urug' bo'lmaydi endi. Urug' ekkaningiz bilan iloji yo'q. Bu yog'i o'zi nima? Bozorlardan sotib olaverasizlar, tanish bilishlardan olsalaring, yana ham yaxshi bo'ladi. Endi ko'chatni mana bu nima bor? Iyun oyigacha har kuni nima qilsa eksa bo'laveradi. Uni nimasi yo'q. Birinchi savollaring shu. Savol beribsizlarki, qora pashshaga o'xshagan bunaqa shira bo'ladi mana. Pashshaga o'xshaydi, mayin bo'ladi qora. Shu narsaga nima qilish kerak? O'rtoqlar, yana aytayapman. Bo'lmasdan, kelmasdan oldin haftada bir marta dori urib turishimiz kerak. O'zim hidi yo'q, Zashita degan dori bor. Zashita. Bu o'sha kegizdirmaydi. Kelmasdan oldin xalorofos deyapman. Xalorofos ham bor o'rtoqlar. O'shani mayli miqdorda lekin nima qilamiz, sasni o'rmasdan nomiga qo'shib turib, haftada bir tepib o'salaring, kelmaydi o'sha narsa. Kelib bo'lgandan keyin harakat qilmanglar, iloji yo'q. Ammo yo'q. Qurtni ham mana qurtlar degan narsa yo'q. Bir marta qurt kelib bo'ldi mana. Pomidorlar mana yaltillab turibdi, shirab, bir narsa yo'q. Men o'sha haftada bir marta xalorofosni nomiga qo'shib, sal nima edi, oqartirib, nomiga nima qilasa, hadan bo'lmaydi, sepib turasizlar shu. Uni bo'lgandan keyin qo'yish kerak bo'ldi, kelmaydi kim o'shanda. Haftada bir sepib turasizlar, nima endi katta gektar emas u, hammaniki ham. Qurtga qarshi ham o'sha qurt kelib bo'lgandan keyin o'rtoqlar mana pomidor jonivorni ichiga kirib olsachi, unichi ming seping, mana shu yerdan sepib turing ham o'lmaydi u qurt. O'sha mana bitta pomidor, mana shu bitta partiyani yulib, bitta olib manaqa yo'g'otib tashlash, olib chiqib. Ana o'shanda keyin mana partiyalar keyin gullab bir marta kirib oldimi, qurt ovora bo'lmang, sepib yotmang, iloji yo'q. Yulib olib chiqib tashlaysiz. Yana savollaring shu hozir. Yana kartoshkaga ham savol beryapsizlarki, qo'ng'izga nima qilish kerak? Qo'ng'izga o'rtoqlar ovora bo'lib, yana aytayapman, o'shani ham sepib turasizlar, kelmasdan oldin. Mabodo mana bu tomonga qarab qo'ysalar, o'zim bunday qilsang, bu yerda sariq nima tuxum qo'yib ketadi. Tuxum. Ana o'sha tuxum qo'ygandan keyin sepib yotmanglar, ovora bo'lib o'lmaydi. Uni o'rniga shunday mabodo maytda bo'lsa, bunday qilib qo'ysalaring, ezib, yo'qmasa o'sha baxtda uzinglarda yo'q qilinglar. Bu chunki asha chiqqandan keyin bax yeyishni boshlaydi. Bir kunda uje kechasi yeydi ular. Bir kunda mana shu itlar yangi chiqqanda bu nihollardan nimasi bor-ku, mayinlarni yeb bitirib bo'ladi bir pasda. Shuning uchun bo'lmasdan oldin bormagan qo'ng'izim menda keldimikan demasdan o'sha dorilarni, preparatlarni sepib turinglar. Shu. Badringni ham so'rayapsizlar, shira. Mana yaltillab turibdi, yaltillab. Mana qarang, hech narsa yo'q bunda shira. Men u shira bormikan, yo'qmikan demayman. O'sha nimani xalorofosni nomiga qilib, hammasiga sepib chiqaman haftada bir marta.
Mana hech nima yo'q mana shira. Bir marta shira mana bu yerda bosgandan keyin qurishni boshlayveradi keyin. Mana birinchi hosillar mana. Hosil ham bo'pti o'rtalar mana. Mana bu shudring badring deyman mana buni. Bu tomon mana bu shudring badring, mana silliq badring. Mana buni ertaga xudo xolasa birinchilarida boshlab pomidor ham qiziladi. Mana bularni men o'zim salyonni qilib bekitib tashlayveraman. Uni nima desam bo'ladi? Ya'ni bozor suymaydigan bo'lib qoladi ham. Bozorda hozir hamma joyda pishib bo'ldi badringlar. Ko'ryapsizlar, narxini nima ko'taradi. O'shaning uchun buni men bankachalar bor. Bankalarga salyonni deymiz, tuzlama qilib qo'yaman. Tuzlamaga mana bo'ladi. Lekin buni silliq bo'lmaydi, tuzli yotmanglar buni. Bu tomatni qaynatilganda bo'ladi. Mana bu salyonnisiga bo'laveradi o'rtoqlar. Tuzlamaga. Savollaring hozircha shu. Yana o'rtoqlar savollaring bo'lsa javob berishga harakat qilaveraman. Javob berish mendan, erinmasdan shu like bosib qo'ysalaring sizlardan. Ko'rishguncha salomat bo'linglar, sog' bo'lishga majbursizlar. Sog'likda ko'rishaveraylik.